içi kanları var. Büyür git gide inan, yokluğuna sar yüzünde. Efirim katı tuttum eken desem internet yok eken. Ana işte deyin. Selamünaleyküm. YouTube ettim. Liftga chiqqandan keyin o'tirish kerak. Dallik qilyapman. Hozir o'tiring nerede? Balkonda. Peshanangizni ko'ring. Bosilib ketdi. Ehtiyot bo'ling, yiqilib tushib oyog'ingizni sindirmang. Restorandagilar nima qiladi keyin? Och qolib ketadi. Kolya brat o'tirtdingmi? Begodan chiqsangiz ilib keltin olib ketaman deb. Gülmang Mahmud aka, nimaga kulasiz? To'g'ri gap-ku. Yiqilib tushsangiz oyoqingiz sinadi. Xorazmda shunaqa yiqdi degan xabar bo'lib turibdi. Xudoyim. Kuling. Kuling, ochilishim. Nechikdan man davno kirmanku. Yaxshiman, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bormisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Sizda ham go'radagi kun bor ekan-eng. Begonadan chiqib, begona tark etib ketdingizmi ekan dedim, brat. Yo'q, so'z qo'ydim. Mahmud aka boyna. Men yo'q vaqtda kiradi. Anish onlayn bo'lmasa efirga giraman deb efirlar aylanib yuradi. Keyin men bir vaqtda begonaga yurmaydi. Chiqib ketadi. Habibulla boyna. Ramazon aka ham xuddi shunaqa. Boshqa ishing yo'qmi sani dedi. Boshqa ishing yo'qmi sani? Bor. İşten ko'p narsani o'zi yo'q qilib yotibdi ish. Kelasizmi yordam etmaka? Günaydın. Her vaqtdan aylanib ketaman. Kisani zarari beko. To'g'ri aytasiz, lekin shu gapingizga qo'shilaman. Donatorlar hammasi olmaydi. Qiyin. Novu ish dedi. Uylarni plisotslab, keyin pollarni lattalab yuvib chiqish kerak. Podyezdlarni, musorlarni to'kib kelish kerak. Oshxonada postalar yuviladi. Grediga otga o'tgan yil $7,000 ketdi. Boshqalarini hisoblamadim.